shu videoni ko'rayotgan hammaga eng kamida shunaqa uchastkalarda yashash nasib qilsin. Toshkent shahrida 2 xonali kvartira narxida 1 sotix yer maydoniga joylashgan tayyor patkulch yevro remont uchastka ko'rsatamiz akalar. Videoga bitta like bosib bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Video davomida narxi bilan aytib o'taman. Ko'ryapsizlarmi, ko'chasini Tupik mahallada joylashgan bo'pti. Umumiy maydoni 1 sotix 4 xona. Kiraverish ko'ryapsizlarmi? Bemalol bitta mashina sig'adi, polностью kafir qilingan, kichkinagina bo'lsa ham ziloniy zona, bu yoqda alohida umumiy sanuzul joylashgan bo'lsa, uni yonginasida ayollarimiz uchun kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Ko'ryapsizlarmi? Mebel texnika jihozlari bilan tayyor kelib, yassa bo'ldi. Yevro remontda polностью teplый pol qilingan. Bu yoqda bitta katta zal mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, uzun hol xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda bitta umumiy sanuzul joylashgan bo'lsa, uni yonginasida birinchi kattalar yotoqxonasi yoki bolalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Bu yoqni ikkinchi zal sifatida foydalansanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Razmerlari katta-katta ishlangan. Har bitta xonani o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu yoqda kattalar yotoqxonasi yoki bolalar yotoqxonasi joylashgan bo'pti. Nazarbek Katta Ittifoq mahallasida joylashgan 1 sotix yer maydoniga joylashgan 4 xonali tayyor patkulch yevro remont uchastkamiz. Polностью teplый pol qilingan. O'zini podvallariga ham egada, okalar, ko'ryapsizlarmi? Podvalni ham kelib bemalol foydalansanglar bo'ladi. Radiator qo'yib beraman deb aytishyapti. 1 sotixli tayyor patkulch yevro remont uchastkani narxini $62,000 ga qo'yamiz. Albatta naqd pul bilan kelsanglar kelishiladigan joylar bor. Pastda egalari nomeri